Xohlasa mana aka-ukalar 44 ga 13 joyimiz qurib bitkazildi. Oldida stoyka sarroblari bor. Bu tomoni devor. Chiroq qilib qurib bitkazdik. Mana ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Mana oxirgi ishlarimiz yakunlayapti. Oldi orqalariga tunuka qatib berdik. Kimda shunday tom naves katta izdanalar bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana tepada regalari. Xohlasa ishlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz. Ustaga, bu temir haqida ma'lumot bering endi. Qanaqa endi bu chidamliligi? Temir uydagilar bizga yaxshi biladi qanaqaling. Siz ustasiz-ku? Ha, biz ustamiz. Qanday bu holatlarda endi loy olsa ham bo'ladimi aka yo boshqacha holatlarda qilinadimi? Qanday bo'ladi uni? Hisob kitobi, dogovorlari qanaqa bo'ladi endi aka? Bitta boshqacha bo'ladi. Ha. Puli qanaqa bo'ladi uni ustaga? Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda qilib yasab o'rnatib berasizlar, ha? Hamma yo'q o'zingizlardan, ha? Nimalar o'zingizlardan aka? Temiri, elektrod, o'chirasi. Uydagi faqat tok beradi, yotoqjoy qilib beradi, pul sanaydiganda demak, ha? Tunuka beradi, qatib beriladi. Ha, yaxshi mana. Ustagalarimiz ishi mana. Ko'rib baho beraverasizlar mana. Xudo xolasa garantiyalari bor deyapti. Bu stoykalari aka qanaqa endi nima deyiladi bu stoykalarmi? Yerdan chiqqan stoykalar nomi nima deyiladi endi aka? Qanday baho beramiz bunga? Ma'lumot beramiz endi bilmagan obunachilarimizga. Aka? Ha? 4 tali stoykamiz. Ha, yaxshi. Bu xorilarimiz ham mana chiroyli bo'lib 4 tali qilib qilingan ekan. Ana bo'ldi. Mana ishimiz oxiri yakunlandi mana. Xudo xolasa